Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik. Endi tomlarni turpoqini sirasi pastga tushirish davri keldi. Sababi vaqt o'tib mana bu turpoqlarning patologlarning orasiga tushadi. Ya'ni sichqon kalamishlar patologiyasi orasida zeriktiradi. Ya'ni yugurganda ovoz berib dukur zeriktiradi. Ham hashar qilib, 20 ta 30 ta odam hashar qilib, loy-lombos boshlar davri o'tdi. Men sizlarga O'zbekistonda yangilik bo'lgan narsani ko'rsatib berish uchun Farg'ona pochtaxonasiga yetib keldim. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Bu nima deganlarga bu pena beton xizmati bo'ladi. Qalinliklari 5 sm dan 7 sm gacha qalinlikda bo'lsa, 1 kvadratini 45 ming so'mdan usta akalarimiz quyib berar ekan. Uy egasi tomini vassa holatida topshirsa bo'ldi. O'zlarining maxsus mana bunday izospal deydigan materiali bo'lar ekan. Vassani ustida shunday yozib turib, ustidan quyib berar ekan. Bu nima uchun desalang, havoni zo'r o'tkazdirib berar ekan, ya'ni vassalar vaqt o'tib chirib ketmaydi ekan. Kimgadir mana shunday xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol bog'laninglar. Menga 10 sm, 15 sm-ligidan desalar, undan ham quyar ekan. Summalari qo'shilib qolar ekan. Xizmatlar O'zbekiston bo'yicha amal qiladi. Vodiydan tashqarilarga ozmas yo'l kirash qo'shilib qoladi. Uyda egasi tomini bersin, oziq-ovqatini qilib bersin, yotog'ini qilib bersin, xudo xolasa, narxlar chiroyli narxlarda bo'ladi. Asosiysi garantiyali bo'ladi. Bitta bosib oladigan bo'lsangiz, hammasidan qutulasizlar, sog' bo'lasizlar.